Farg'ona viloyatining Farg'ona tumani aholisi malinachilikda katta tajribaga ega. So'nggi yillarda bu yerda mahalliy navlari bilan birga eksportbop, yuqori hosil beradigan Yevropa, xususan Italiya navlari ham muvaffaqiyatli parvarish qilinmoqda. Xususan tumandagi Alpomish Xosiyatxon bog'dorchilik xo'jaligida ham bundan 1 yil avval 2000 dona Italiyaning 12 turdagi malina ko'chatlari olib kelinib, yetishtirila boshlagandi. 14 gektar yerda tashkil etilgan bu xo'jalikda yangi turdagi mevalar ayni damda issiqxonada parvarish qilinib, yiliga 3 marta hosil olinmoqda. Yangi navlarda o'zimizning iqlim sharoitiga 12 xil navni olib kelib ekdik. 12 xil navdan bizga hozir 12 xil navni hammasi xudo xolasa yaxshi natijasini berdi. Ochiq dalada biz 2 martadan hosil olar edik. Hozir bu yil xudo xolasa 3-hosilni olishga harakat qilib, shuni ustida ishlayapmiz. Ayni dam tumanning 15 dan ziyod mahallalaridagi 6910 ta xonadon tomorqasida jami 654 gektar maydonda malina yetishtirilib, kooperativlar orqali aholiga ko'chatlar yetkazib berilmoqda. Natijada mazkur sohada bir oilaning yillik o'rtacha daromadi 40-45 million so'mni tashkil etmoqda. Malina parvarishida zararkunandalarga qarshi kurashish, hosilni sifatli tayyorlash va eksportbop holatga keltirishda Farg'ona viloyati o'simliklar karantini va himoyasi boshqarmasi fitosanitar nazorat davlat inspektorlari yaqindan ko'mak bermoqda. Fitosanitariya laboratoriyasi mutaxassislari esa sayyor mobil laboratoriyasi orqali malina bog'larida kuzatuv ishlarini olib bormoqdalar. Shu yerning o'zida o'simliklardan namunalar olinib, tahlil natijalari o'tkazilmoqda. Bog'bonlarga esa kerakli tavsiyalar ham berilyapti. Aholiga yaqindan amaliy ko'maklash maqsadida bugun Vodil shaharchasidagi malina yetishtiradigan xonadonlar hamda plantatsiya egalari bilan birgalikda malinazorlarda fitosanitar nazorat ishlari olib borilmoqda. Hozirgi vaqtda biz mobil sayyor laboratoriyada malinazorga kelib, bu yerda mutaxassislarimiz yetarli, albatta entomologik, fitopatologik, gerbologik hamda virusologik tekshiruvlarni amalga oshirib, malinani o'zi namunalar olinib, joyda o'zi tekshiruv xulosalari berilmoqda. Ayni damda farg'onalik dehqonlar yuqoridagi kabi ko'plab turdagi yangi navli mevalarni mahalliy iqlimga moslashtirish va ko'chatchilikni rivojlantirish bo'yicha izlanishlarni davom ettirmoqdalar. Muhammad Sidiq Usmonov, Ruxsor News informatsion dasturi uchun maxsus.